osh 200 kishiga bo'ladi. Qilgan 20 kilo go'shtni oddiy kambag'alni uyiga borib katta qilib, noinsof televizor olib, Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak to'y qilish uchun. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, hokimmi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasiz, qamayman. Благосостояние людей. Я думаю, вы тоже, уважаемые граждан, которые ko'cha yopilib katta mashina Mercedeslar bilan bundaqa zamon ketdi. U to'ylar bo'lmaydi endi. Kim shu to'ylarda qilsa to'yni buzadi. Qanday achchiq bo'lmasa to'yni buzadi. Nima yarfon qo'yishni shunday qiladi.